Assalomu alaykum azizlar, aziz vatandoshlar, aziz jamoatchilik vakillari. Ko'p turganlardek Mustaqillik MFI aholidan juda katta e'tiroz tushayotgan narsa yo'lovchilardan va ko'plab shu yo'ldagi mashinalaringa o'z boshimchalik bilan desak ham bo'ladi, chunki qonuniyligi bo'lganda bu ayni ta'lim muassasalarini oldiga qo'yilishi kerak. Lekin bilmayman qanday nima bilan bu yo'llarga qo'yyapti, mustaqillik yo'llariga juda ham katta va qo'pol ravishda, juda ham ko'p. Nimasi qiziqarli jihati, Mustaqillik MFIning asosiy ko'chasida ham velo yo'lak, ham piyodalar yo'lagi bor. Nimaga endi piyodalar yo'lagi bo'lib turib, velosiped yo'lagi bo'lib turib, kimdan e'tiroz tushyaptiki, shu haydovchilarni, shofyorlarni, haydovchi vatandoshlarimizni shu yurishiga va aholiga noqulayliklar tug'dirib, ba'zi bir insonlar bor ekanki, shu misol uchun mana ko'proq Damas qatnaydi mustaqillikka. Bir fuqaro aytib berdi, bu insonda shuni kasalligi bor ekan. Xullas o'sha nimadan o'tayotganda baribir Damasni bilasizlar, orqaga o'tirgan kim orqaga o'tirsa bir silkib tushadi. Yaxshigina silkiydi o'tayotganda shu do'mliklardan. Endi u inson qonuniy e'tiroz bildirmabdi-da, bizga aytib berdi xullas. Yoshi katta inson, 60lardan o'tib qolgan inson. Xullas bir silkib tushganda aytayaptiki, qon kelib ketibdi ichidan. Orqa peshobdan dedi, qon kelib ketdi. Endi yosh o'tgan sari turfa xil kasalliklar, boshqalar kelib chiqaradi-yu. Shu dedi, ichim og'rib yurdi bir necha kun, mana shu do'ngalalarda o'torib. Endi uni aytayotganlar bor, ayta olmayotganlar ham bor. Shu sababli shu do'ngalalarni olib tashlashni iltimos qilamiz. Chunki piyodalar yo'lagi bilan ravon tekis qilib berilsa ham, velosiped yo'lagi bilan ajratib berilsa ham, ba'zi bir ko'zi ko'rlar velosiped yo'lagi qolib, o'sha katta yo'lga chiqib, o'sha asosiy yo'lga chiqib yurishadi. Iltimos qilamiz mas'ullardan shu do'ngalarni olib olishlarini.